So'nggi yillarda mamlakatimizda yoshlarni kasb-hunarga o'rgatish tizimini yanada takomillashtirish, mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, yigit-qizlarni nafaqat mahalliy, balki xorijiy oliy ta'lim muassasalariga jalb etilayotgani ularga imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Har yili o'tkazib kelinayotgan Ta'lim va kasb 2026 xalqaro ko'rgazmasi ham ana shu maqsadga yo'naltirilgan. Hozir shu haqda Darhaqiqat bugungi kunda mamlakatimizda yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish, zamon talablari darajasidagi kasb-hunarga o'qitish orqali ularni ish bilan ta'minlash, doimiy daromad manbalariga ega bo'lishlariga ko'maklashish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Namangan shahridagi yoshlar markazida bo'lib o'tgan Ta'lim va kasb 2026 xalqaro ko'rgazmasi ham mustaqil hayot ostonasida turgan bitiruvchilarni aniq maqsadlar sari chorlaydigan muhim tadbirlardan biridir. Mazkur nufuzli ko'rgazma O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi hamda Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi ko'magida tashkil etildi. Unda viloyatimizdagi umumta'lim maktablarining bitiruvchi o'quvchilari faol qatnashdilar. Jarayonlarda o'zlarini qiziqtirgan yo'nalishlari bo'yicha batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Biz bu yerga 55-umumiy o'rta ta'lim maktabidan tashrif buyurdik. Kelajakdagi o'zimizga, sohamizga oid bo'lgan universitetni tanlash uchun keldik va bu yerda turli tuman universitetlarni ko'rdik, ular bilan tanishdik va o'zimiz uchun kerakli bo'lgan sohaga oid universitetlarni tanlab oldik. Men ixtisoslashtirilgan san'at maktabidan tashrif buyurdim. O'zimizga kerakli bo'lgan, o'zimiz qiziqqan savollarga javob oldik. Tadbirda Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya, Turkiya, Rossiya va boshqa qator davlatlardan 20 dan ortiq oliy ta'lim muassasalari vakillari ishtirok etdi. O'quvchilar xorijiy va mahalliy oliy ta'lim muassasalari vakillari bilan bevosita muloqot qilib, qabul shartlari, grant va stipendiya imkoniyatlari, shuningdek, ta'lim yo'nalishlari haqida tushunchalarga ega bo'lishdi. Ko'rgazma davomida mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblar, zamonaviy ko'nikmalar va ish beruvchilar tomonidan yuqori baholanadigan kompetensiyalar yuzasidan ham tavsiyalar berildi. Bu esa yoshlar uchun xorijdagi xalqaro dasturlar haqida ishonchli manbadan ma'lumot olish imkonini yaratdi. Ushbu ko'rgazmani tashkil etishdan asosiy maqsad Namangan viloyatining barcha hududlaridagi umumta'lim maktabi o'quvchilari hamda kasb-hunar ta'limi, akademik litseylarni, texnikum talabalarini, ya'ni bitiruvchi talabalar ta'lim dargohi bitirgandan so'ng qaysi oliy ta'limga kirishga ikkilanishadi. Bugun ana shu savolga javob olish uchun 15 dan ortiq universitet vakillari bilan bugun to'g'ridan to'g'ri muloqot qilishyapti, o'zlarini qiziqtirgan savollarni berishyapti. Grantlar bo'yicha, chegirmalar, ya'ni scholarshiplar bo'yicha o'zlarini qiziqtirgan savollarni berib, ota-onalar tashrif buyurishyapti. Farzandlarini qanaqa joyda, qanaqa sharoitda o'qishlari mumkinligini tanishmoqda. Shuningdek, ko'rgazma doirasida uchrashuvlar, taqdimotlar va maslahat sessiyalari tashkil etilib, ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan javob olishdi. Bir so'z bilan aytganda, Ta'lim va kasb 2026 ko'rgazmasi yoshlarning kelajak yo'lini belgilashda muhim qadam bo'ldi.